Akalar har doim ham bunaqasi bo'lavermaydi. Qo'limda turgan benzapillarning narxi atiga 700 ming so'm. Lekin sizga buni tekinga berib yuboramiz. Faqatgina benzapila emas, boshqa turdagi 50 xildan oshiq instrumentlardan birini tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, hoziroq bu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldirib qo'yadigan bo'lsangiz, do'konimizga kelib cheklanmagan miqdordagi motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun shu turdagi instrumentlardan birini tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boring, tekin yutib olish shartlarini to'liq tushuntirib beramiz akalar. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan motobloklarning ichida eng baquvvat va eng sifatli bo'lgan modellarini ko'rsatgan degan akalarimiz uchun bugun sizlarga agroservis do'konlarimizga yangi partiyada yetib kelgan 150 talik, 250 talik, 350 talik va 450 talik katta korobkali variantlaridan TX motobloklarimizni yangi assortimentlari yetib kelgan akalar. Hozirda bu motobloklarimizni qo'ldan kelgancha ma'lumotlari bir-biridan nima farqlari bor va sifatlarini to'liq tanishtirib o'tamiz. Bu motobloklarimizni birinchi navbatda narxini videoni boshidan aytib o'tib ketgan degan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda eng kichik bo'lgan 150 talik reduktorli variantlarini atiga 3 million so'mdan olishlaringiz mumkin. Agarda sizga 250 talik korobkali variant kerak bo'lsa, 250 talik variantini 3 million 300 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. 350 talik va 450 talik variantlarini 350 talik variantlarini 3 million 500 ming so'm, 450 talik variantlari esa 4 million 500 ming so'mgacha komplekti agregatlariga qarab narxlarni kelishtirib beramiz akalar. Xo'p, bu motobloklarni boshqa motobloklardan o'zi birinchi navbatda farqi qulayligida bo'ladi akalar. Xo'jalikka, ro'zg'orga ishlatish uchun juda ham qulay variant hisoblanadi. Bu motobloklarimiz motorlari 170 motor, yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Motobloklar ichida eng sifatli va eng original bo'lgan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motobloklari bo'ladi. Motoblogimiz yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortmada yuradi. Moy datchili varianti bo'ladi akalar. Motorlarini ham paplovoyli yaxshi motorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Benzin kamayib yoki motor yog'i kamayib suyulib ketadigan bo'lsa, motoblok o'zi avtomatik o'chish funksiyalari bor. Motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda yonida, orqasida turgan agregatlarini addenni sotib olishlaringiz mumkin. Motoblogimizda o'zini ichida chiqadigan komplektlari, frezalari e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shu turdagi frezalari dokumenti, kulishlari va sifatiga qarab garantiyalari beriladi. Motoblogimizni qayerdan olishingizdan qat'iy nazar birinchi navbatda sotuvchilar reduktorini so'rab oling. Barcha turdagi motobloklar 170 motor bo'ladi, lekin reduktorlari 4 xil variantdagi reduktorli variantlari bo'ladi. Shuning uchun 150 talik variantlarini atrofdan qimmat narxlarga sotib olib qo'ymanglar akalar, aldanib qolmanglar. Bizning do'konlarimizdan 3 million so'mdan olishlaringiz mumkin. Agarda aytib o'tganimda sizga 250 talik va 350 talik, 450 talik katta korobkali variantlari kerak bo'lsa, ulardan ham bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu motobloklarimizni barchasida yurgizish joylari zavodni orqali yuradi. Motorlari 170, hammasida moy datchilarigacha qo'yilgan bo'ladi. Bloklarigacha ham dazi TX deb qo'yib yozilgan bo'ladi akalar. Shu joylarga ahamiyat berib olinglar. Buni agarda sotuvchi sizga aytmasa, siz birinchi marta boshqarayotgan bo'lsangiz, bu narsaga tushunmaysiz va aldanib qolishingiz ehtimoli ko'proq bo'ladi akalar. Xo'p, motoblok olishda bo'lmasam qaysi birini olganim yaxshi degan akalarimiz uchun motobloklar ichida eng katta 450 talik variantlarini olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu motoblogimizda reduktori 450 talik variantlarini olishlaringizni tavsiya beramiz. Reduktorlarga ahamiyat berasizlar akalar, katta reduktori bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu motoblokning orqasi qishloq xo'jaligi vomlarigacha bo'ladi. Motoblogimizga suv nasos karter apparatlar va eng asosiysi ko'pchilik akalarimiz so'ragan o't o'radigan kasilkalarimiz ham yetib kelgan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu 7 ot kuchli motobloklarimiz uchun o't o'radigan kasilkalarni ham bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin.
Xo'p, motoblogimiz bunda ham yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi, yurgizish joylari zavodni orqali bo'ladi akalar. Boshqa motobloglarimizdan farqi eng asosiysi reduktori hisoblanadi. Bu motobloglarda mana shu turdagi temir balonlarni qo'yganingizda, universalniy pluglarni, selka apparatlari va boshqa turdagi agregatlarda qo'ygan paytingiz reduktori baquvvat bo'lishligi kerak bo'ladi akalar. Yerlarning ichida yer haydab og'darayotgan paytingizda ham agarda reduktor sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, anchagina sizga qimmatga tushadi. 2 million, 2,5 million so'mgacha usta haqlari bilan sizga xo'p, yana bitta motoblogda puliga tushadi. Shuning uchun eng asosiy jihatlari reduktorlarga qarab olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu motobloglarimizga hozirgi paytda o'zini komplektlariga hammasiga freza, dokument, ключ va aytib o'tganimdek sifatlariga qarab garantiyalarni qilib beramiz va undan tashqari hozirgi kunda aytib o'tganimdek motoblog olganingiz uchun shu turdagi instrumentlardan birini ham tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina bu videolarni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosinglar va kommentariyada omad yozib qoldiringlar. Kelganlaringizda motoblog xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichida e'tibor berishlaringiz mumkin. Har xil turdagi instrumentlar bor. Shu joydagi instrumentlardan birini ham tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Kelib, mana shu omadli barabarimizni e'tibor bering, 100 xildosh sovrinlar sizlarni kutmoqda. Kelib, omadli barabarni aylantirasiz. Birinchi navbatda motoblogda eng baquvvat 450 talik katta korobkaligi yoki 350 talik har xil modelidan xarid qilib olganingiz uchun shu turdagi instrumentlardan birini ham motoblogingiz uchun bonus sifatida tekinga olishingiz mumkin. Barabarni aylantirish 1 so'm pulsiz tekinga kelib omadingizni sinab ko'ring. Motoblogni eng arzon narxlarda sotib oling va bonuslarini tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Bizning manzillarimizni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha